Alo. Singlim, nimaga siqilasiz? Sizga zo'r ish bor. Faqat chet elda. O'zimiz sizni ishga jo'natamiz. Avvaliga 4000 yaxshi dollari, keyingi oyda 5000 yaxshi dollar olishingiz mumkin. Xavotir olmang, hammasi joyida bo'ladi. 25 yoshli ayol xuddi mana shunga o'xshash aldovlar bilan Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida yashovchi qizni chet elga fohishalik uchun jo'natayotgan vaqtida qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, u boshqa davlatdagi 2 nafar ayollar bilan til biriktirib, ishsiz qizlarni chet elga jo'natish bo'yicha jinoiy reja tuzgan. Rejaga asosan Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida yashovchi qizning ishonchiga kiradi va chipta olib berib, Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida Dubay orqali Bahrayn davlatiga jo'natmoqchi bo'lgan vaqtida Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Mazkur holat jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudida ko'rib chiqildi va ayolga sud hukmi o'qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 135-moddasi 2-qismining B, Y, Z bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilib, Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llanilgan holda 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Sudlanuvchiga nisbatan chiqarilgan hukm ijrosi u homiladorligi sababli 1 yildan oshiq bo'lmagan muddatga, ya'ni 2026-yil 28-oktyabr kuniga qadar kechiktirildi. Hurmatli fuqarolar, boshqa davlatlarda ishlash niyatingiz bormi? Unda bu ishni qonuniy amalga oshiring. Firibgarlarga ishonib, aldanib qolmang. Unutmang, tekin pishloq faqatgina qopqonda bo'ladi.